Assalomu alaykum limon ko'chat ishqibozlari. Mana 2 yoshli ko'chatlarimizni Toshkentga dastavka qilyapmiz. Opamizga 10 ta ko'chat zakaz qildi. Mana shunaqa shoxli variantlardan ko'rishingiz mumkin. Endi buni bu paqirdan qolib holatda chiqarib jo'natyapmiz. Qanday qilib chiqarib olinadi deydigan bilmaganlar uchun mana shu holatda bu kuzda ekilgan ko'chatlar, mana bu qolib bo'lib o'rnab bo'lgan bu paqirga mana bu yoqda ajratib qo'yganmiz. Mana shu juda ham go'zal shoxlagan holatda mana ko'rishingiz mumkin. Har bitta ko'chatlarni mana qolib holatda chiqarib olganmiz. Juda ham shoxli, chiroyli ko'chatlar. Mana buni ham chiqarish yo'lini men sizlarga ozgina tushuncha qilib o'tib ketaman. Mana shunaqa kaltakdan olib turib, mana yonboshi ozgina uriladi. Mana shu yonboshlariga aylantirib urib chiqiladi. Keyin mana shu ko'chat o'zining holatida chiqib keladi. Hozir men sizlarga mana shu videoni ko'rsatib qo'yaman.